Barchaga a'lo kayfiyat hamroh bo'lsin deya o'zlarining xabarlarini yo'llabdilar va Abdujaliljon ham o'zlarining samimiy tilaklarini yo'llabdilar. Qarang, Sarvar aka, qanchalik uzun bu xabar. Keling, o'qib eshittiring, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Munavvar kun ijodkorlari. Barchangizni kirib kelgan bahor ayyomi va Navro'zi olam bilan chin yurakdan tabriklayman. Biz sizlarning ko'rsatuvlaringizni hamma sonini ko'tarinki kayfiyatda kuzatib boramiz. Ayniqsa viloyat maqom ansambli jamoasi va Zarif aka televideniyada chiqish qilganlarida biz juda ham mamnun bo'lamiz debdilar. Yaqinda bo'lgan viloyat Navro'z bayramida ham Zarifjon Mahmadaliyev va shogirdlari Azizjon Bandaman qo'shiqni ijro etganlarida butun tomoshabinlar debdi barcha raqsga tushdi. Barchaga juda ham demak ma'qul keldi bu tarona debdilar. Zarif aka, sizdan iltimos mana shunday yosh ijodkorlarimizni maqomlarimizdan boxabar qilib dunyo miqyoslariga ham olib chiqing deb xabar yo'llabdilar. Hamda Abdujaliljon Abdug'afforov deya o'zlarining ism familiyalarini ham yozdilar. Mana shunday ajoyib xabar yo'llayotgan muxlislarimiz bor bo'lsin.